sertifikatsiya olayotganimizni va qanaqadir o'sha magic deb tuyuldi menga. O'sha 9-marta topshirganingiz 9 chiqqan edi, 9-marta bo'lgan edi bu narsa, to'g'rimi? O'zim ruscha ham qo'rqqanman. Men o'qituvchilik qilishdan, o'zi umuman IELTSda o'qituvchilik qilish xayolimga ham kelmagan bo'lganda. Ko'p yozish shart emas. Ko'proq o'qisangiz, ancha-muncha narsa o'rganasiz. Lekin o'qiyotganingizda ham mana o'g'riga o'xshab turib o'qimang. Nimadir aytadigan gapim bo'lmasa, yozgim kelmaydi-da. Masalan, o'sha essaylarni analiz qilayotganda ham bu odam nima maqsadda yozishdan deb analiz qilish. Ko'p o'quvchilar balkim sizga savolni bergandir. Readingda qanaqa qilib o'qimasdan kuchaytirsam bo'ladi? Ayniqsa vaqtingiz kam bo'lsa, vokabulari ko'p yodlash kerak. O'zim shunaqa habitim bor, men juda ham ko'p vokabulari yodlayman. Har bitta notanish so'zni ham yodlab olish bu qanchalik to'g'ri ekan. O'sha oxirgi marta writingim 8.5 chiqqanda, taskonga map tushgandi. Men mapni umrimda real examda yozmagandim. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Band 9 sohibi Gulisar Butayeva bilan podkast olib o'tamiz. O'sha Gulisar Butayevani xudo xolasa 9 ga erishgan o'sha journeysini, nima talab qilgan o'sha 9 ga erishish bo'lgan faktorlarni gaplashib o'tamiz xudo xolasa. Bugun Gulisar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Rahmat, yaxshi o'zim. Hozir birgalikda o'sha ishimizni qilyaptik, podkastga kirdik. Ha, yaxshi. Gulisar, o'sha endi ozgina orqa-oradan bir boshlasak, o'sha IELTS'ga kelganingiz, misol uchun men esimda, o'sha Amir Temur filmimizni ochilganida support teacher bo'lib kelganingiz, o'sha paytda o'zida sizda eslasam o'sha 8 bor edi, to'g'rimi? Bu O'zbekistonda endi har joyda har xil nimasam ekan, o'sha ko'p o'quv markazida unaqa narsalar bo'lmaganda, deyarli son o'sha handful deymiz-ku ingliz tilida. O'shanaqa bo'lgan bo'lsa kerak, akademik supportlar 8 lik bo'lganligi. To'g'rimi? O'sha payt o'zimga ham misol uchun to'g'risini aytsam, u paytda menda 7 edi, o'sha ustozlik qilib yurgan paytim. Nima desam ekan, ana g'alati bo'lganman-da, bizda akademik supportimiz bor, necha IELTS? 8. Come on. Shunaqa bo'lgan. O'sha payt kelgandingiz, supportda ishladingiz, to'g'rimi? Qancha ishlaganingiz shu support bo'lib? Support bo'lib, adashmasam 3 oyda ishlaganman. O'zi birinchi men shu IELTS'ga 8 requirement bor edi, general English bo'lishga, lekin men o'zim ruscha ham qo'rqqanman. Men o'qituvchilik qilishdan, o'zi umuman IELTSda o'qituvchilik qilish xayolimga ham kelmagan bo'lganda, o'sha shu vaqtida nimadir bo'lib, support teacherlikka o'zim xohlab nima qildim, apply qildim. Keyin o'sha IELTS'dan telefon qilishdi, keyin Bezod Mirahmedov bilan intervyu bo'ldi. O'sha intervyuda ham ular ham demak support teacherlikka degan, ha, men support teacher bo'lish xohlayman. Shunaqa deganman, chunki baribir qo'rquv bo'lgan. Masalan, umuman o'zimni o'ylab ko'rmagandim. Men shuncha bo'lib ketadi, shuncha voqealar o'tib ketadi oradan deb o'ylamagandim. To'g'ri yo'l tanlagan ekansizda o'sha paytda, sekin-sekin bittada chiqib turib, keyin qanaqadir misol qiyinchilikka duch kelib, ana orqaga demotivatsiya bo'lishdi. Shunaqa bo'lib qolishligi mumkin o'ylagan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi o'sha paytlari? Chunki o'sha aytganingizdek, men uncha tayyor emas edim va bari qo'rquv bor edi aynan ustozlik qilishga, deyapsiz-ku, to'g'rimi? Sekin-sekin o'sha birinchi ozgina 2-3 ta o'quvchini o'qitib, o'sha supportamiz shunaqa-ku, to'g'rimi? Bitta o'quvchi bilan o'tirishadi, misol uchun 2 ta, 3 ta bo'lishligi mumkin. Keyin sekin-sekin ko'tarilmoqchi bo'lgan ekansiz, to'g'rimi? O'zi, o'ylashimcha aytyapsiz-ku, o'sha planingiz bormidi o'sha paytda supportni boshlaganingizda, shu men ustoz bo'laman deb? Yo'q. O'zi unchalik nima deydi, balki xayolimdan o'tgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha vaqtda menejerimiz Asad Shodiyev edi. Ba'zida o'sha haqida gaplashib qolardik ular bilan ham, lekin umuman maqsadim yo'q edi. Xayolimdan o'tgan nima bo'lishi mumkin? Qilib ko'rsam bo'lar degan narsa, lekin umuman xayolimda yo'q edi. Chunki Asad Shodiyevni o'sha vaqtgi menejerimizga ham har oyda kelib Asad Shodiyev, men ishdan ketyapman chunki unaqa qilmoqchiman dedim. Lekin ular ushlab qolardi, Gulisar, yo'q, unaqa qilmang deb. O'sha necha soat bo'lsa ham gaplashib men bilan masalan yo ketmasligingiz kerak deb, lekin olib qolganlar bo'lmasa o'zlaridan so'rasangiz necha marta ishdan ketaman deb oldiga borganman, menga qarab Gulisar har kuni har xil o'zgarasiz deb shunaqa qilish. O'sha qobiliyati kuchli shekilli. Ko'pchilik narsa aytadi. Shunaqa. Xo'p, keyin men eslashim bo'yicha o'sha 8 bo'lganida, keyin chunki men bu narsani eshitgandim, o'sha Bezdagi sizga aytgan, o'sha approach qilib, o'sha 8.5 ko'tarishingiz kerak, bizga 8.5 lik anaqa kerak bo'lyapti degan. Men shunaqa deb eshitgandim o'shanda. Что Bezdagiga hozir 8.5 lik ustozlar kerak bo'lyapti. Qanaqadir ma'noda o'sha encourage qilgan, qaytadan retake qilishingizni. Chunki o'sha yerda 8 bo'lgandan keyin retake qilganingizda keyin 8.5 chiqqan edi o'shanda, to'g'rimi? O'shanda men to'g'risini aytaman, juda xursand bo'lib, hayron qolgandim. Chunki endi ko'pchilikda qanaqa bo'lgan, o'sha 8 oladi, keyin yana 1-2 marta 8 bo'lib qoladi, keyin bir nimadir qilib turib haqiqatan qattiq harakat qilib turib 8. Chunki men
ko'rmagandimda tayyorgarchilik qilganingiz o'shanda. Chunki o'sha supportlik qilib yurardingiz, keyin bum 8,5 chiqdi. Keyin hamma tabriklab, u yoqqa bu yoqqa ketgan edi. Keyin esa o'sha teachingga o'tgandingiz. 8,5 olganingizdan keyin, menimcha 8,5 olganingizdan keyin ozgina supportlik qilgandingiz, to'g'rimi? Supportlik qilib keyin teachingga o'tgandingiz, bir hafta, ha. Nima bo'lgan? Undan keyin mana qarang, ustozlik qilyaptidingiz, to'g'rimi? Undan keyin o'ylashim bo'yicha qaytadan retake qilmagandingiz ancha vaqt oldi. Yo'q. O'sha boyagi sizga akkauntimni ham ko'rdik-ku, IBga borganimizda 2023-yil bitta topshirilgan, 2024-yil bitta topshirilgan adashmasam, 2025-yil boyagi 7 ta topshirilgan edi, bilasizmi? Demak, 2023da bitta, 2024da bitta topshirganman, bo'ldi. Ikkalasidan 8,5 chiqqan deganman, keyin 2025da anaqa qattiq kirishdim o'shanga. O'sha 2023 topshirganingiz birinchi 8,5 chiqqan edi. Birinchi marta. Keyin 2024da eslashimiz bo'yicha o'sha birga tayyorgarchilik qilib, Sardor, Eldor aka, siz, to'g'rimi? O'shanda o'sha juda yaqin kelib qolganingiz 9 ga esingizmi? Shunaqa. O'sha endi men u narsani qanaqadir negativdan qaramagan bo'lardim siz vaziyatingizda, to'g'rimi? Chunki o'sha ozgina yetmay qolgan edi. Keyin shu IELTS topshirganingiz haqida aytib bersangiz, aynan o'sha 2024-yil bilan topshirganingiz. Ozgina o'shani to'xtatib o'tsak. Demak, hozirgina noto'g'ri ma'lumot berdim desamda, 2024-yil esladim, bitta emas, 2 marta topshirgan ekanman. Oktyabr oyida, keyin noyabr oyidami topshirgandim. O'sha nima deydi, birinchi marta 23-yildan keyin topshiryapman. To'g'risi, tayyorgarlik ko'rmadim. Anaqa Sardor aka bilan topshirayotganda Eldorjon Muxtorov biz bilan ishlaydi. O'sha kishi writinglar yozib ber, unaqa bunaqa dedi. O'zim dankasalik qilib yozmadim. O'zimga 9 unchalik kerak emas edi o'sha vaqt, unchalik nima deydi, 9 olgandan keyin nima qilaman degan savolga javob bera olmasdim-da. Keyin xullas topshirdim. O'sha vaqtda bu narsa hech qachon mag'lubiyat bo'lmadi. Chunki o'sha vaqt birinchi marta writingim 8,5 chiqdi. O'zim ham deb anaqa xursand bo'lganman. Lekin umuman kutmagandim writingim 8,5 chiqishini. O'shaning uchun mag'lubiyat deb hisoblamayman. Undan keyin yana bir marta writingim 8,5 chiqdi, adashmasam. Keyin orada bir 7,5 chiqdi, orada bir 8 chiqdi. Keyin yana bir marta 8,5 chiqdi-da. Xullas shunaqa bo'lgan. O'sha 2024-yil oktyabr topshirganingizda eslashim bo'yicha listeningiz 9 chiqqandi, reading 8,5 chiqib qolgandi, keyin writing 8,5, speaking ham 8,5. Bu degani o'sha paytda 9 chiqish kerak edi readingdan, чтобы overall 9 bo'lishligi uchun, to'g'rimi? Ancha oldin o'zi aslida chiqish kerak edi bu narsa. Shunaqa. Keyin undan keyin topshirdingiz orada, to'g'rimi? O'sha aytdingiz-ki 2 marta topshirgan 2024-yil. O'shanda hammasi zo'r chiqqanida 9, lekin o'sha writingiz 7,5 chiqib qolganda, o'shanda bir o'tirib gaplashgandingiz siz bilan esingizda bo'lsa, nimaga u 8,5dan shu 7,5 ga tushib qoldi deb savol berganmiz. Aytgandingiz, bilmasam bir xil yozib chiqdim. U ham naborot aytganingiz, bu safar yaxshiroq yozganim degan. Yaxshiroq yozgandim. Yaxshiroq yozganim deganingiz, u 8,5 chiqqanda uncha yoqmagan, lekin 8,5 chiqqandi. Keyin men zo'r yozib chiqdim, yaxshi chiqish kerak deganda 7,5 chiqib qoldi. Qanaqadir o'sha shu narsani qabul qila olmayapman. Siz yaxshi qildim, zo'r qildim deganingiz ozgina pastroq chiqib qolyapti. Cho'ta o'xshamadi deganingiz shu baland chiqyapti. O'sha writingingizda ham, masalan, o'sha safar gaplashganimizda aytgan zo'r chiqdi dedingiz, keyin tap etib yetam. Men ham tushunmay qolyaptim. O'sha paytda nimaga ro'ja xursand bo'lib chiqyapti, yaxshi yozib chiqdim deyapti, lekin past chiqib qolyapti. Lekin boshqa paytlari xafa bo'lib, cho'ta yaxshi chiqmadi-yu deb chiqqaningiz 8,5 chiqyapti. U mayli, u qanaqadir egzaminerlarni tushunish qiyin deb qo'yamiz bu yoqda. Yo'q, endi odam o'ziga har doim, shaxsan o'zimga noto'g'ri baho beraman. Agar eslasangiz, men shu 9 olishdan avval ham sizga necha marta aytdim, 9 chiqmaydi. Men juda ham jinniman, umuman 9 ololmayman deb keyin siz aytgandingiz. O'z siz 9 ololmayman, siz olasiz deb. Xato chiqadi men o'zimni anaqa qilganim, baholashim. Balki shu uchun bo'lgandir. O'sha men bu tayyorgarchilik deymiz-ku, misol uchun mana kuzatuvchilarimiz bor. O'sha darajasi misol uchun 5,5, 6, 6,5 bo'lishligi mumkin. Endi misol uchun deylik, mana siz 9 ga tayyorgarchilik qilganligingiz qanaqadir ma'noda ularga to'g'ri kelmasligi ham mumkin, to'g'rimi? Chunki o'sha siz tayyorgarchiligingiz o'zi aslida ancha oldin boshlangan. To'g'rimi? O'zi aslida, chunki o'sha backgroundingiz misol uchun ingliz tilida aynan kuchli bo'lgansiz, o'sha nima deydi, xususiy maktabda o'qiganman deganingiz, to'g'rimi? Aynan ingliz tiliga tegishli. Ingliz tili o'zi bunday qolganda, ingliz tili 8-sinfligimdan berimi, 9-sinfligimdan berimi men hayotimga aylangan edi. Masalan, o'zbekchani ham unutib boradigan darajada bo'lgandim o'zi. Hali nima deydi, USAga chiqmasimdan avval ham ingliz tili atmosferasi bor edi. Masalan, o'rtoqlarim bilan ham o'sha qarshida ham faqat inglizcha gaplashaverardik biz. Shunaqa atmosferada edim.
bu degani endi qanaqadir ma'noda o'sha o'quvchilarimiz ham bizni o'sha noto'g'ri tushunmasin. O'sha Gulasal misol uchun deylik o'sha 9 olganligi va o'sha journeysi qanaqadir ma'noda ko'pchiligiga to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki bu aslida bu journey o'tgan yil yoki bu yil boshlangan narsa emas bu. Ancha o'sha aytganingiz 8-sinfdan beri o'sha ingliz tilida atmosferada yurganligi bu ancha muncha o'sha rol o'ynab qo'ygan o'sha 9 ga. To'g'rimi? O'sha nimalar qilgandingiz? Men bilishim bo'yicha menga aytgandingiz, men uncha ko'p esa yozmayman, lekin ko'p o'qiyman degandingiz, to'g'rimi? Biz o'sha o'zimizni kichkinagina kampaniya qilganmiz IELTS ustozlari bilan. O'sha Gulasal bizga hozir ustozlik qilyaptilar va o'shanda ham ustozlarga ham aytganingiz, ko'p yozish shart emas, ko'proq o'qisangiz, ancha-muncha narsa o'rganasiz. Lekin o'qiyotganingizda ham ana o'g'riga o'xshab turib o'qimang. Shunaqa. O'zi yaqindagina bu dars bo'ldi. Shu o'qituvchilarga ham buni ko'proq o'quvchilarga ham aytaman ba'zida, masalan, sample essaylarni o'qish kerak yoki bo'lmasa kitoblarni o'qish kerak, artikelni nima topsa o'qirish kerak-da. Lekin faqat soобщение o'qimaslik kerak. Xullas o'qiganda ham shu ochko'zlarcha nimadirlar o'g'irlab olaman, hozir shuni copy qilaman-da, keyin o'zimni writingimga o'rnatib qo'yaman degan ma'noda emas. Shunchaki enjoyment uchun nima demoqchi o'zi bu odam, writing yozishdan maqsad nima deb. Mana shu writing yozmasligimning ham sababi shuda. Menda shunaqa anaqa bor, nima deydi, miyangizda mindset bo'ladi-yu. Nimadir aytadigan gapim bo'lmasa yozgim kelmaydi-da. Endi buni ta'siri bilmadim nima deb o'ylayman. Mana shu Amerikada vaqtimda ham sizga ham o'sha kuni gapirayotgandim. Juda ko'p creative writing kurslar olganman yoki bo'lmasa jurnalistika kursiga borganman maktabimiz o'zida. Undan tashqari o'sha literaturaga ham borganman, Amerikani nimasiga, adabiyotiga. O'sha vaqtlari ham bizada voice, stil, ton degan narsalarga juda ham ko'p urg'ular berilganda, agar sizda mavzu bo'lmasa yoki maqsad bo'lmasa yozmang degan. Xullas shunga o'xshagan narsalar. Endi IELTSda unaqa deb bo'lmaydi. Imtihonga kirasiz, maqsadingiz bormi yo'qmi yozishingiz kerak. Men nima demoqchiligim, masalan, o'sha essaylarni analiz qilayotganda ham bu odam nima maqsadida yozishdan deb analiz qilish kerak. Masalan, ochko'z, lekin juda ham ko'plar shu ochko'zlarcha analiz qiladi. Ochko'zlarcha. Mana shu coworking zonamizda ham qarab turaman. Nima qilyapsan desam, essay analiz qilyapman deydi. Shunday yozurib, mana shularni olishim kerak edi, mana shularni qilishim kerak edi. Qarang, bu 7 ni ishlatibdi. Endi men ham 7 ni ishlatishim kerak edi. Hover ishlatib, mana unaqa emas-da. Stil bo'lish kerak. Hamma odam o'zida nima deydi? Xullas, ko'ngilni tinch qo'yish kerak, yozilish kerak. Unaqa emas. Unaqa tashvishlanish shart emas. Shunda mana qarang, misol uchun endi men tushunishim bo'yicha deylik unaqa IELTS writingga ko'p urg'u bermasdan o'sha prosta o'qib yuraverganligingiz sizga o'z aslida yaxshi yordam beradi, to'g'rimi? O'sha mana endi men hozir ham gaplashib o'tirdik siz bilan o'sha narsa masala bo'yicha. Mana deylik writer o'sha bitta sentence yozdi, to'g'rimi? Undan keyingi sentence keladigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha nima uchun aynan bu narsani yozgan ekan degan savol berish kerak, to'g'rimi? Men mana shu chankni o'g'irlab olaman, bu grammatika uslubini o'g'irlab olaman demasdan, nimaga aynan bu sentencedan keyin aynan bu sentence'ni yozdi, o'sha maqsad nimada bo'lgan degan savolni berib turib, o'shanaqa misol analiz qilsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa, to'g'ri. To'g'ri aytdingiz. Xuddi har doim o'quvchilarga ham tushuntirayotganda shuni aytaman. Siz essay yozayotganda sizni gaplaringiz xuddi o'rtoqlardek bo'lishi kerak-da. Mana shu birinchi gap bu birinchi o'rtoq, to'g'rimi? Endi unga ikkinchi o'rtoq berishingiz kerak. Bu degani mana shu xuddi do'stlar bir-birini support qilganidek, siz gaplaringiz ham bir-birini support qilishi kerak. Agar masalan siz yozib kelyapsizda, umuman boshqa narsani aytib qo'ysangiz, keyin ikkalasi o'rtoq bo'lmay qoladi, bir-birini support qilmay qo'yadi. O'shanaqa. Endi buni hayotiy nima deydi, haqiqiy IELTS essaylari bilan ko'rsatsa yanada tushunarliroq bo'ladi. Hozir iloji boricha gapirishga harakat qilyapman, baribir o'sha imagination qilib tushunib olsanglar bo'ladi. Xullas, bir-biriga chaindek bog'langan har bir gapni maqsadi bo'lishi kerak, albatta. Boya faqat writing yozishda emas, mana shu gapni yozsam yaxshimi, maqsadi bormi? Agar maqsadi yo'q bo'lsa, you can kill this sentence, okay? Remove qilsangiz bo'ladi, nima deydi, yo'qotsangiz bo'ladi. Maqsadsiz gaplar bo'lmasin, xullas, essayda. Xo'p, endi mana qarang, o'sha necha marta topshirganligingizni, misol uchun umumiy holda bu o'tsa ham o'sha borib turib sertifikatsiya olayotganimizda qanaqadir o'sha magic deb tuyuldi menga. O'sha 9-marta topshirganingiz 9 chiqqan edi, 9-marta bo'lgan edi bu narsa, to'g'rimi? Eslashim bo'yicha o'zi asli 9-marta topshirmasligingiz kerak edi, boshqa kun topshirishingiz kerak edi. Eslashim bo'yicha. Prosta u kuni nimadir bo'lib qolganda, to'lovini qilolmay qolgan edingiz. Vaqt o'tib ketgan to'lov. O'sha bu degani sizni spotingiz kuyib ketgan edi. Keyin boshqa kunga registratsiya qilishga majbur bo'lgandingiz. Endi bu ham nima deydi, o'tirib o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, mo'jizaga o'xshaydi. Yaxshilikka bo'lgan. Hammasi yaxshilikka bo'lgan, albatta.
o'sha 9-kuni topshirgandingiz, IELTSdan 9 naynarsiz, to'g'rimi? Keyin taksiga 9,000 berib 9,000 deb olgan. 9 so'mda bergan. 9 so'mda ochib bergan, to'g'ri. O'sha bu to'g'ri mo'jiza tuyulishligi mumkin, lekin baribir buni orqasida katta mehnat turibdi. Men buni aniq bilaman. Mana qarang. O'shanda natijani ko'rsatganingizda to'g'ri, siz ko'rsatganingiz. Undan oldin retake qilishimizdan oldin. O'sha 9, 8, 8,5 chiqqanda va o'shanda qanaqadir ma'noda har xil tomonlama sizga o'sha pressure bo'lgandi. To'g'rimi? Yana listeningda. Yana uni ustiga misol uchun listening bo'lib qolgandi bu. Lekin qanaqadir ma'noda misol uchun men bilishimcha sizga reading juda oson, to'g'rimi? O'sha reading o'qishni yaxshi ko'rasiz, tez qilasiz. Lekin listeningda o'sha bitta yomon tarafi bitta o'tkazib olsangiz bo'ldi, yoki bitta chalg'ib qolsangiz bo'ldi. Va men o'ylashim bo'yicha siz aytganingiz 8 chiqib qolganda o'sha chalib qolgandim deb aytgandingiz, o'sha to'g'rimi? ikkita savolga javob bermasdan o'tib ketdi. Prosta o'tib ketgan, o'sha blank qoldirib ketgan edingiz. O'shanda mana qarang. O'shani bo'ldi, pressure bo'ldi sizga, keyin date tanladik. O'sha registratsiya qildingiz retake'ga. Keyin o'sha imtihon kuni birga borgandik va o'sha videolari ham bor edi. Kirishingizdan oldin, chiqqaningizdan keyin qanaqa nima deydi, o'sha taassurotlar va to'g'risini aytsam, o'sha kirib ketayotganda ham yamda ko'ringan, o'sha nervous bo'lganligi, uni ustiga qanaqadir ma'noda odam o'ziga o'zi накручивать qilishni boshlaydi-ku, ya'ni kirganingizda qo'lim bosyapman, cho'tib chiqmayapti, 2-3 marta bosdim, chiqmadi. 2-3 marta emas, 10 ming martalab bosdingiz uni. O'sha odam keyin sразу qilish boshlaydi, cho'tib bugun meni kunim emas-ku degan fikrlar kelishni boshlaydi. Keyin chiqqaningizda ham esingizda bo'lsa, faqat negativ bo'lgan sizda. Men spellingda o'tkazib yubordim shekilli, spelling xato qilib qo'ygan bo'lsam kerak, map tushib qoldi uni ustiga, u bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, odamni men videoga olyapman, iloji boricha ishonishga harakat qilyapman, что yo'q 9 chiqadi. Bular meni convince qilyapti, 9 chiqmadi. U to'g'ri desam, men o'sha payti boricha ishonyapman, yo'q chiqish kerak, lekin gaplaringizdan keyin yana shunaqa bo'ldimi ekan, shu yana o'xshamay qoldimi ekan degan anaqa boshlandi keyin. Endi yaxshi niyatdan baribir qilingandi bu. Keyin o'sha esingizda bo'lsa, keyingi kun bo'ldi. O'sha dushanba kuni topshirgan bo'lsa, seshanba kun bo'ldi. Seshanba kuni obedlardami? Endi biz plan qilgandik, obedlarda chiqish kerak edi. Obeddan keyin men darsda yozyapman-da, chiqdimi? Chiqdimi? Bular ham darsda xuddi shunaqa, chiqdimi? Yo'q, chiqqani yo'q. Chiqqani yo'q. Keyin oxir oqibat nima qildingiz? Akkauntingizni menga berib qo'yib, o'zingiz qarab turing bo'ldi. Bo'ldi, so'ramang. Mendan so'ramang, bu men o'zim noqulay his qilyapman, yomon his qilyapman. O'zingizlar o'sha qaraysiz, chiqsa aytasiz. Bo'ldi, men kutib turibman xolos. Degan gap bo'lganda, keyin men ham qarayapman, chiqmayapti. Uyga bordim keyin. Uyga borganimdan keyin o'tiribman, endi har xil ishlar bor edi o'shanda. Qilib o'tiribman ishlarni, orada qarab qo'yapman. Qarab. Keyin bir payti bilishim bo'yicha bezgiga ham berdingiz keyin akkauntingizni. Ular ham so'rab sizga berganimda shunday forward qilardim ki, aytdim, yo chiqsa Mr. Fayzdan aytadilar sizga dedimda, boray deb, mana Mr. Fayzdan berib qo'yibman deb, keyin ulardan forward qilardim-da. O'zi yana bitta narsa, hozir yana gaplashasiz. Gaplashishdan avval rezultatni men o'zim ochmaganman, Fayzdan ochgan, shuning uchun rezultatni ochgandagi hissiyotlarni mendan so'rasanglar bo'ladi. O'sha keyin bir payti aslida beziga ham tashladi gruppamizga, hali chiqqani yo'q, o'sha waitingda turibdi. Keyin bir payti shuni tekshirdim. Bitta ishim bor edi, o'shani shunday qildim, bir 2-3 minut o'tdi. Keyin qaytdim, kiryapman, bu chiqdi. Overall 9 turibdi. O'sha listening ham o'zgargan, sразу tashlayapman sizga. Qanaqa hissiyotlar bo'ldi? Menda bo'ladiki, men bu goosebumps deydi-ku. Shunaqa bo'lib ketdi. U birinchidan, ikkinchidan haqiqatan speechless. To'g'risi, o'sha payti nima desam ekan, xursandsiz, 100% xursandsiz, lekin nima ham deyishga bilmaysiz-da, nima deyishga вообще tushunmaysiz nima deyishni. To'g'risi. Forward qilindi, singlim chaqirdim, singlim xonada edimda keldi, qarayapti. Yuz shunaqada. Vau, u ham keyin hamcha sizga yozgan bo'lsa kerak o'shani o'zida. Sizga tashladim, natijani gruppaga tashladim. Sizga tashlagandan keyin endi uni xohlasanglar, misol uchun Gulistonda o'zi kelib turib o'quvchisi bo'lsangiz, ekani bo'ladigan bo'lsa, голосовойda qo'yib beradi sizga. Xursand bo'lib, ichingizdan xursand bo'lasiz-ku. O'shanaqa xursand bo'lgandingiz. O'sha голосовойdan eshitgandim va
haqiqatdan qilgan mehnat va o'sha sarflagan vaqt hammasi o'sha paydo bo'lganda o'shanda va undan keyin ana bo'ladiki sразу fame bo'lib turib har xil intervyuga chaqirish. Men o'sha paytda nima debdi ana bittalasizga hayron qoldim. To'g'risi, bu yaxshi ma'noda. Men bu shuncha deylik intervyu chaqirgan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, bu qilgan bo'lsa, har xil odamlar ana bo'ladiki, meni vaqtim yo'q, meni unaqa, men o'zim sizlarga aytib boraman, unaqa narsa bo'lmagan umuman. O'sha chaqirishdimi, bo'ldi, men boraman. Bo'ldi, men unaqa qilaman. Bo'ladiki, odamda ko'p holda mana shunaqa bir narsadir qanaqadir muvaffaqiyatga erishib qoladigan bo'lsa, oyog'i yerdan uziladi, lekin gulasal o'sha qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'shanaqa kerak bo'lsa undan ham yaxshiroq. O'sha odamlarga yordam berib, chunki qanaqadir ma'noda bitta o'sha burden yo'q bo'ldi. Endi bundan buyog'iga o'sha burdenni vaqtini misol o'sha burden siz vaqtingiz olganda, endi u vaqtingiz olmayapti, boshqa narsaga sarflasangiz bo'ladi. Haqiqatdan o'sha narsaga sarfladi. Chunki buncha olgan bilimni endi ulashish kerak-da, misol uchun. Bu savob ish. O'sha xursand bo'lgandik, keyin bu yoqqa kelib, bu yoqda ham tabrikladik sizni o'sha jamoaviy videolari ham bor uni. Endi har bitta misol mana sectionga o'tadigan bo'lsak, mana qarang. Prosta maslahat sifatida o'sha baribir buni biz boshqalarga yordam berish sifatida bu videoni olyapmiz. Mana listeningdan boshlaydigan bo'lsak, o'sha listening o'ylashim bo'yicha sizga hech qachon qanaqadir muammo bo'lmagan. O'sha 8 olgunizcha-da, 8 chiqib qolgunicha. Chunki har doim qarardim, o'sha har doim o'sha 9 chiqardi. O'zi misol uchun deylik, siz aytishingiz bo'yicha natural exposure sizda ko'proq bo'lgan, o'sha eshitib turgansiz. Men bilishim bo'yicha Billie Eilishni fanatisiz, to'g'rimi? Qo'shiqlar eshitasiz. Mana ko'raylik fanat. Uzr. Ular ko'p qo'shiq eshitadilar, misol uchun. O'sha har xil qo'shiqlar eshitib va o'sha men bilishim bo'yicha qo'shiqlar ham sizga ancha yordam bergan bo'lsa kerak. Yana bitta qiziq fakt, men Amerikada vaqtimda o'zim podkastlarim bo'lgan. Lekin hozir ularni o'chirib yuborganman, lekin rosa ham cringe podkastlarim bo'lgan, xullas. Shunda ham balki rol o'ynagan bo'lishim mumkin, chunki shu bilasiz podkast yaratardim-da, uni ana post qilib, keyin uni qaytadan eshitib o'zim edit qilishim kerak-ku o'sha vaqtda ham. Listening bo'lgan qaysi darajada keyin podkastlarimda aytib o'tganimdek faqat o'zim gapirmaganman-da. O'sha amerikaliklar olib kelib o'rtoqlarim bilan cringe mavzularda gaplashib, ularni baribir eshitganman. O'sha ko'proq baribir o'sha bolalarga maslahat, misol uchun qanaqa daraja bo'lmaydigan bo'lsa ham, o'sha ko'proq eshitib, to'g'rimi? The more you take the tests, the better you're going to be degan narsa qanaqadir ma'noda noto'g'ri deb hisoblasa ham bo'ladi, to'g'rimi? Chunki men ko'proq qancha ko'p test tekshiradigan bo'lsam, shuncha balandroq balim chiqadi. Bu noto'g'ri. O'sha ko'proq natural exposure bo'ladigan bo'lsa, podkastda eshitib, o'sha note qilib, to'g'rimi? Shunaqa maslahat bergan bo'lardingiz. Shuni maslahat bergan bo'lardim, lekin yana bitta qiziq narsa, buni oldinlar o'sha birinchi IELTS olganimda hali maktabda o'qib yurgan vaqtlarim qilardim. U vaqtda tushunib yetmaganman-da, masalan, IELTSni General English yo'li bilan oshirsa yaxshiroqligini. O'sha vaqtda men bu qo'shiq eshitmasdim u vaqtlari. Cambridgeni telefonimga yuklab olgandim-da, naushnik taqib, maktabga borib kelgunimcha ham faqat Cambridge audiolarini qo'yib ketaverardim. Masalan, o'sha vaqtda eslayman, Cambridge 11 bor edim topshirgan vaqtimda. Cambridge 11, 12lar eng men bu hozir Cambridge 19 nima-ku? Men topshirgan vaqtim o'sha Cambridge 11, 12lar edi. O'sha vaqtida eshitardim. Test 1 dan boshlanardi, test 4 gacha. Uyga qaytgunimcha test 2 yana boshqatdan. Shunaqa qilib eshitardim. Keyin yana qiziq bitta narsa, shu listening 8 chiqib qoldi-yu. Menda endi bir 2-3 kun, 5 kun adashmasam qaytchadir vaqt bo'ldi tayyorlanishga-da. O'tirib listeningga tayyorlanishga. Keyin o'sha vaqtida vaqtim yo'q edi. Universitet imtihonlarim bor, endi bu yerda o'zim darslarim bor. Keyin uyga borib kelgunimcha faqat o'sha Cambridgeni o'sha eski davrlardagidek Cambridgeni eshitib yurdim. Yo'q, rostdan. Asli qilganmidingiz? Ha, men e'tibor bersangiz quloqimda naushnik bilan kelardim o'shga. O'sha vaqtda Cambridge eshitayotgan bo'lardim. Yo'q. Ha. Masalan, yo'llarda ketayotganimda ham o'sha Cambridgeni 19ni eshitib tugatdim. Uni ham test, yana e'tibor bering, test ishlash uchun emas. Shunchaki o'sha Cambridge audiolari nima demoqchi o'zi degan ma'noda nima haqida gaplashar ekan bo'ladi. O'sha Cambridge 19 ni tugatdim, Cambridge 18 tugatdim, keyin birdan o'sha listeningim 8 dan 9 ga ko'tarildi 5 kun ichida. Yaxshi. U shu maslahat bo'lyapti va endi mana o'sha readingga o'tadigan bo'lsak, readingni bilaman, bookwormsiz, to'g'rimi? Ko'p kitob o'qiysiz, artikellar ham misol uchun o'qiysiz. Endi mana shunaqa ko'p o'quvchilar balkim sizga savol bergandir. Readingda qanaqa qilib o'qimasdan kuchaytirsam bo'ladi? Shu o'qimasam-da shu kuchaytirsam. Shunaqa javob bormi bu savolga? Bunga keyingi videoga chaqirsalar aytaman.
va u pulli video bo'ladi. Minutiga 5000 so'm. Yo'q, hazil, afsuski bunaqa narsa bo'lmaydi. O'zlari o'sha savol berishdan avval o'ylab ko'rish kerak o'quvchilar. Qanaqa qilib o'qimasdan reading o'zi o'qishni oshirsa bo'ladi. Bu xuddi velosiped haydamasdan velosiped haydab borib kelsam bo'ladimi degandek. Sizni o'sha vaziyatingizda просто ko'proq o'qigansiz, to'g'ri? Misol uchun mana qarang. O'sha payti readingdan ham misol uchun o'sha retake qilishingiz kerak bo'lgan payti testda yechgandingiz, to'g'rimi? Test yechgandingiz. Bu nima demoqchiman? Misol uchun sizni qanaqadir vaziyatda o'sha qaysidir pointda o'sha IELTS journeyingizda shunaqa pointga yetasiz, sizga misol uchun deylik bir oyda bitta ikkita test yechib qo'yishligingiz o'z aslida yetadi. Agar siz teaching qilmayotgan bo'lsangiz, teaching qilayotgan bo'lsangiz, barcha test yechishni ham hojati yo'q shekilli, to'g'rimi? Chunki o'quvchilaringiz ham baribir yechasiz, o'qilasiz, o'sha keragi yo'q. Aynan qana qarang, o'sha 6,5, 6, 7, misol uchun 7 da stak bo'lib qolgan o'quvchilar, chunki o'zimizda ham shunaqa o'quvchilar bor-da. Men bir xillari to'g'risi aytaman, o'sha tushkunlikka tushib qolaman-da. Nima qilsamiga shu o'quvchilar 6,5, 7 dan bemalol o'sha 7,5, 8 ga ko'tarsa o'sha readingni va qanaqadir ma'noda bilmayman, critical thinking yetishmaydimi yo o'zi xohlamaydimi? Chunki shunaqa bitta o'quvchim bor edi, moklari pastdan o'sha 7, 7,5 chiqardi. Keyin men o'ylardim, nimaga bu vроде kuchli bola. Dars payti analiz qiladigan bo'lsa, zo'r analiz qiladi, o'sha tushuntirib beradi. Keyin bilsamki, mokda вообще kuchini sarflamardi ekanda. Men mokingizni dedi, to'g'risini aytsam, men moklarda hech qachon serios qabul qilmaganman. Imtihonga 9 chiqyapti-da readingdan, misol uchun. Shunaqa o'quvchilar ham bor. Umid qilaman siz o'shalardan birisiz. O'shani bo'ladiki, просто ko'rsatmaydi o'zini, borib kirib turib imtihonda shu olib chiqadi, misol uchun. Bu meta 9 olib chiqadi. Yana o'sha qiynalib qolganlarga uchun qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? O'sha birinchi marta IELTS topshirganimda balim overall balim 7 bo'lgan. Birinchi IELTS topshirgan balim 7. O'sha vaqtida readingim 8,5 bo'lgan, deyshmasam, 8 yoki 8,5. Katta ehtimol bilan 8,5 bo'lgan. Chunki speakingim 6,5, writingim 6 bo'lganda, listeningim kam bo'lgan, 7,5 bo'lgan listeningim. Listeningim 7,5 bo'lgan. O'sha readingim yo 8 yo 8,5 edi. Hamma skilldan eng balani bo'lgan. Eng balandi. O'sha vaqtida ham to'g'ri, baribir odam o'qishni yaxshi ko'rish kerak, chunki men o'qish desa o'zim nima qilaman-da, tomdan tashlayman deydi. Shunaqa o'qish yaxshi ko'rish kerak va ikkinchi o'rinda endi ayniqsa vaqtingiz kam bo'lsa, vocabulary ko'p yodlash kerak. O'zim shunaqa habitim bor, men juda ham ko'p vocabulary yodlayman men bu. Buni Begzod Mirahmedov ham o'sha kuni Kamoliddin Begzodga borganimizda aytdi. O'sha Amerikada adabiyot darsiga kirsangiz, sizga uzun listlar beradi, mana shu vocabulary. Amerikaliklarga qo'shib siz ularni yodlaysiz. Baribir shunga o'xshagan so'zlarni yodlash ham foyda bergan deb o'ylayman meni kesimda. Lekin endi ko'pchilik Amerikaga bormaydi, unaqa darslarga o'tirmaydi. O'shaning uchun mana shu oddiy Cambridge passage'larni ishlab bo'lgandan keyin oldingizga olib, qanaqa so'zlar bor ekan. Masalan, hozirgacha o'zimdan ham yangi so'zlar chiqadi-da. Mana shu yangi so'zlarni bir tarjima qilib chiqingchi deb, endi o'zini ham pressurega qo'ymaslik kerak. O'quvchilarga ham aytaman, agar darajangiz 5,5, ayniqsa 5,5 bo'lsa yoki 6 bo'lsa, har bitta passage'dan yo har bitta testdan 10 ta, masalan. Unda bu degani yoki har bitta testdan 15 ta, shunda har bir passage'dan 5 tadan vocabulary yodlagan bo'lasiz-da. Unaqa pressure qo'yishingiz shart emas. Shoshmasdan asta-asta o'sha vocabularyga ham ko'p urg'u berish kerak. O'sha mana qarang, vocabulary deyapsiz-ku, misol uchun endi men o'quvchilarga ham shu narsani aytaman, har bitta notanish so'zni ham yodlab olish bu qanchalik to'g'ri ekan degan savol paydo bo'lib qolishligi mumkin-da. O'quvchilar misol uchun mana bitta sentence bor, bitta sentenceda 5 ta notanish bilmaydigan so'zlar bor. O'sha har bittasini qanchalik yodlash muhim. Misol uchun deylik, balkim hayotda u so'zlarni umuman ishlatmasligi ham mumkin-da, to'g'rimi? Misol uchun qanaqadir terminlar bo'lib qolishligi mumkin, to'g'rimi? O'sha o'zim ham misol uchun deylik, bu narsani ko'rganman. Ustozim katta dars berardi. Yodlab kelasan. Bilsam, bilmasam, o'sha kerak bo'lgan so'zlarni o'sha o'zimni native tilimda bilmasam ham yodlaysan deyardi. Shu masala bo'yicha nima deysiz? Agar boya e'tibor bergan bo'lsangiz, gapimda aytdim, o'sha readingni qilib bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Agar readingni qilishdan oldin emas, readingni qilib bo'lgandan keyin, chunki siz reading o'qiysiz, tahlil qilasiz, javoblarni tekshirasiz. O'shanda men bu savolga ana shu so'zni bilmaganingiz uchun xato qilib qo'ygan joylaringiz bo'ladi. O'shaning uchun 5 ta, 3 ta dedim boya, e'tibor bergan bo'lsangiz, butun testdan 10 ta dedim. Shunda har bir passagega 3 tadan chiqadi. 3 ta yoki 5 tadan har bir passagedan shunaqa so'zlar bo'ladi. Ana shu javobini bilmasangiz,
nima deydi, ma'nosini bilmasangiz javob xato chiqib qolaveradi. Bu so'zlar sizga qaytarib ham kelishi mumkin-da. Masalan, bitta so'z example refermi shunaqa so'z edi. O'quvchilar bilmasdi bir safar, ko'z yumdim, mayli deb o'rgatmadim. Keyingi safar qarayapman, o'sha so'zni yana xato qilishyapti. Lekin to'xta deb o'rgatdim, keyin yana rezinada tushdi o'sha so'z, keyin bilib ketishdi masalan. Shunga o'xshagan. Unaqa o'zini pressurega qo'yib, uzun so'zlarni yodlash shart emas. Lekin o'sha readingda qilib bo'lgandan keyin, voy, mana shu so'zni qilmaganim uchun, bilmaganim uchun xato chiqdi deydi-yu, o'shanaqa so'zlar. Bo'ladi. Yoki bo'lmasa, taxminan oladi-ku, kontekstdan ma'nosini taxmin qilib, o'zimda ham shunaqa bo'ladi. Keyin baribir qiziqish bo'ladi. Haqiqiy imtihonda ham chiqqandan keyin tekshiraman, nima edi shu so'z deb tavakkal olgan bo'laman-da o'zi. Shunaqa so'zlarni bilib qo'yish kerak. Keyingi safar kelsa tavakkal bo'lmaydi. Shu o'quvchilarga ham shunaqa qilaman-da, misol uchun aytyapsizki, aynan bitta so'zni ma'nosini bilsangiz, yo to'g'ri javob topasiz, yo noto'g'ri javob topasiz. O'sha paytlar o'quvchi mendan so'rab qolsa, "Ustoz, mana shu ma'nosi nima degani?" desa, "Bilmayman" deb qo'yaman. Atela bilmayman deyman-da, chunki o'sha misol uchun aytib qo'yadigan bo'lsam, o'sha vasiyatni o'zida aytadigan bo'lsangiz, deb olib qo'yadi, keyin ketaveradi, esdan chiqib ketadi. Agar bir marta o'sha boshi bilan urilsa, o'sha so'zni bilmaganligi uchun noto'g'ri javob tanlab qo'yadigan bo'lsa, keyin umrining oxirigacha esda qoladi shu so'z. Uchun to'g'ri aytdingiz, misol uchun haqiqatan tahlil qilib bo'lganingizdan keyin o'sha 5-6 ta so'z har bitta passajdan good. Dash ko'proq bar o'sha maslahat darajasi pastroq bo'ladigan bo'lsa va uni ustiga o'qishni yaxshi ko'rmasangiz, to'g'rimi? So'z borligingizni kuchaytirishingiz kerak. Boshqa yo'li yo'q bu yerda, to'g'rimi? Shunaqa, lekin o'zi o'qishni yaxshi ko'rmasangiz yaxshi balam ola olmaysiz. To'g'risini aytish kerak-da. To'g'risini aytish kerak. Unda o'zingiz yaxshi ko'radigan skilllarga e'tibor qarating. Mana shu oxirgi nimalarda hozir reading favorite emas. Hozir writing favorite. Rostdan hozir writing favorite. Nimadir bo'lsa yozgim keladi-da. Masalan, oldinlar nimadir o'qigim kelardi. Hozir yozgim keladi. O'shaning uchun balki writingim yuqori bo'lib ketgandir. Hattoki reading bilan teng bo'lib qolganda. To'g'rimi? Readingim ham 8.5, writingim ham 8.5. Baholasa writing 9 ham kutib qolamiz sizdan. Xo'p, writing masalasi bo'yicha bir gaplashib o'tdik. Mana ko'proq o'sha baribir task 2 ga urg'u berdik shu paytgacha. Mana task 1chi. Chunki bilamiz, task 2 da sizda qanaqadir ma'noda limitation yo'q-da, o'sha restriction yo'q sizda task 2 da. O'sha bemalol language da ko'rsatsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Task 1 da esa limit bor. To'g'rimi? O'sha misol uchun qanaqadir ma'noda o'sha struktura bo'yicha ishlashingiz kerak bo'ladi yoki spesifik so'zlar, o'sha har doim task 1 da o'sha ko'radigan so'zlaringizni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Mana sizning vaziyatingizda bilaman taskni ko'proq yaxshi ko'rasiz, task 1 dan ko'ra, o'sha task 1 ga qanaqa approach qilgansiz? Task 1 ga endi birinchi studentlar haqida gaplashsak, studentlar agar task 1 o'zimman writingni improve qilmoqchi bo'lsa, shu boya aytilgan narsalarga amal qilinglar. Undan keyin albatta bironta kursga boringlar. Hech bo'lmasa agar full kurs sotib ola olmasa yoki full kursga kela olmasa, hech bo'lmasa writing kurslarga borsa bo'ladi. Endi baribir kurs kerak, chunki feedback olish kerak yoki bo'lmasa ko'proq praktik qilish kerak. Ayniqsa o'sha task 1 da o'zini o'rgatiladigan narsalari bor-da. Men hech ishonmayman agar o'quvchilar self study qilsa uni o'rgana oladi deb ishonmayman-da. Chunki o'rgana olish mumkin yoki masalan menga o'xshab juda ko'p vaqt sarflash mumkin. O'sha task 1 chunki aytib o'tdim-ku, juda ham kichkina vaqtimda 7 olganman, writingim 6 chiqqan. Keyin o'sha 6dan writing 8.5 gacha bo'lgan narsani aytyapman-da. Hozir necha yil o'tib ketdi oradan, ko'ryapsizmi? Agar o'sha vaqtda bironta yaxshiroq kursga borgan bo'lganimda, o'sha vaqtim ancha tejgan bo'lardi. Birinchi o'rinda endi kurs sotyapti deb o'ylamanglar, hech qanaqa kurs sotmayapmiz. Lekin boringlar, shu maslahat. Undan keyin task 1 da eksperiment qilib ko'rish kerak. Endi buni biz instruktor sifatida ko'p test topshiramiz. O'sha vaqtida Bezod Mirahmedovdan ham shuni eshitgandim. Bezod Mirahmedov ham aytib bergandir, masalan, bir safar kirganimda bunaqa yozardim, qancha olar ekanman, ikkinchi marta kirganimda bunaqa yozardim. O'sha oxirgi marta writingim 8.5 chiqqanda task 1 ga map tushgandi. Mapda umrimda real examda yozmagandim. Keyin qani bitta o'zi odatiy holdan boshqacha yozgandim. Masalan, odatiy mocklarda boshqacha yozaman yoki mockga bormayman, lekin boshqacha yozaman hayotda, lekin imtihonda boshqacha eksperimentni stilni eksperiment qilib ko'rdimda va o'sha ishladi, demak, writing hali ham 8.5 chiqdi. Qo'rqqandim, 8 yo 7.5 chiqib qolar writing deb. Mapdan kam olaman deb. Lekin o'sha men bu instruktorlarga borisin deganim ham sababi o'sha. Agar shu bizga o'xshagan ko'p nima deydi, ALS topshirgan bo'lsa, demak ular har xil stilda eksperiment qilib ko'rgan bo'ladi. Nimadir ishlaydi, nimadir ishlamaydi, demak ular ham ishlamaydigan o'quvchisiga o'rgatmaydi, ishlaydiganini o'rgatadi. O'shaning uchun siz ketkazadigan yillaringizda o'zingizga vaqt sotib olingda, bironta yaxshi kursga boring. Task 1 haqida ko'p narsa deya olmayman, to'g'risi. Zo'r gap bo'ldi lekin. Rahmat. Naborot o'sha yillar sarflab turib
bir narsaga erishgan odamni oldiga boradigan bo'lsangiz, o'sha u sarflagan yillarda siz sarflamaysiz, o'sha qisqa vaqt ichida qilib ketasiz, o'rganib ketasiz demoqchida, to'g'rimi? Yaxshi. Tasdiq mana misol uchun deylik, o'sha aytdingiz-ku, men hozir writingga juda qiziqyapman, o'sha favorite o'qib qolgan writing. O'zi tasdiqni qancha yozasiz o'zi? Misol uchun. To'g'risi faqat imtihonda yozaman. O'sha mapni ham aytganim, o'quvchilar bitta yozib beringchi desa, mana bunaqa deb bu nimaga yo'qotib yuborish mumkin ularni. Bo'lmasa unaqa yozmayman. O'zi o'quvchilardan so'rashlaring mumkin. Darsda deyarli writing yozmayman. Bir oyda bir marta yozishim mumkin. Shu ko'proq kursdasizda, to'g'rimi? Misol uchun mana full yozmaysiz, qanaqadir mana mashtan qilsanglar bo'ladi yoki deylik, o'sha chunki o'sha Begzak aytgan edi, agar siz IELTS kursiga kirsangiz va ustoz o'tirib turib o'zi yozib bersa va qaranglar mana shu zo'r deydigan bo'lsa, o'sha kursdan qochinglar degan edi Begzak. Chunki u yerda ustoz o'rgatmayapti, u yerda ustoz maqtanyapti. Mana qara, men qanaqa zo'rman, sen esa o'sha anaqasan, mana yer bilan tengsan deganda yana bo'ladi. U o'quvchilar ham demotivatsiya bo'lib ketib qoladi o'sha paytda o'zida. Bunday qaraydi, o'zi biladi qanaqa darajadagi ustoz bunaqani ko'rsatyapti. Menga emas ekan deb turib o'sha qoldirib ketdim degan narsalar bo'lmasligi uchun, misol uchun siz ko'proq o'sha o'quvchilar yozgan narsani analiz qilib berasiz, to'g'rimi? Shunaqami? O'sha chiqarasiz proyektorda, mana qilsangiz bo'lardi, bunaqa qilsangiz bo'lardi, buni bunaqa o'zgartirsangiz bo'lardi. Ko'proq o'sha o'quvchilarning sessiyasi bilan ishlaysizmi shunda, misol uchun? Shunaqa, ayniqsa oldinlari ko'p qilardim. Keyin hozir mana shu 9 deb o'zimga ko'proq e'tibor berdim-da, qaysidir ma'noda o'quvchilarimni ignoram qilgandek bo'ldim. Men writingdan o'zlari bilan kechirim so'rayman. Lekin oldinlari mana shu Zuhriddinning ham writingi 8.5 chiqdi-yu, eslasizmi? O'sha vaqtlari bittalab ana shu bolalar agar so'rasangiz, talab hozir mijg'ovchani yoqib olib, mijg'ovlarcha feedback berganman. O'shalarga balki o'shaning uchun ham shularning ham writing yaxshi chiqqan. Chunki writinglarni ko'raman, o'sha guruhni 7, 8.5, 7.5 shunaqa zo'r writinglar chiqishganda. O'sha feedback muhim. Keyin yana bir narsa, o'sha o'zimni writingni ko'rsatganim bilan ular bilmaydi-da, nima qilyapman, jim o'tirib yozaversam uxlab qoladi-yu. O'shaning uchun ba'zi bir vaqtlarda darsda gaplar yozib beraman. Masalan, mana keyin bunga do'stini qo'yamiz, mana deb masalan ikkita do'stini qo'yib beraman yoki keyin ular uchinchi do'stini o'zi yozadi. Shunga o'xshagan aktivitelar qilamizda. Ko'proq bari o'sha writingi siz o'sha activity bilan o'tar ekan, to'g'rimi? Misol uchun o'tirib turib passivniy analiz qilish, biroz bitta mayda esseni chiqarib qo'yib, mana buni bunaqa qilish kerak, buni bunaqa qilish kerak demasdan, shu ko'proq bari bir engage qilib o'quvchilarni bunaqa writing darsdan o'tar ekansiz, to'g'rimi? Va bu narsa ham qanaqadir ma'noda o'quvchilarga o'sha qiziqish paydo bo'lishligi uchun qilasiz, to'g'rimi? Chunki bolalar bugun mana shu tema, davay esse yozamiz. U kim u? Misol uchun qiziqadi, kim qiziqib yozadi haqiqatdan. U hamma ham sizga o'xshagan emas-ku, to'g'rimi? O'tirib writing qiziqib, mana jonni berib, xohlab qilmaydi-ku. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir ham. Mana shunaqa ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydi-yu, shunga o'xshagan. Birinchida o'quvchilar qo'rqib turishadi, keyin o'zingiz bir boshlab berganingizdan keyin ha deb qiziqib davom ettirib qo'yadi-da. Yoki bo'lmasa o'sha darsni boshida bir conversation qilsangiz yaxshiroq shu mavzu bo'yicha. Yana bitta qiziq narsa, o'quvchilarni o'ziga yozdirtiraman ko'p. Yozdirgan o'qiganimda mendan ham zo'r ideyalar chiqadi ulardan. Bularni ko'rib masalan xursand bo'lasiz. O'quvchilarning orasida ham shunaqa zo'r kuchli o'quvchilar bor. Hattoki o'qituvchisidan ham zo'r ideyalar bera oladi writingda. Men shuning uchun ham writingni yaxshi ko'raman. Xuddi matematikaga o'xshaydi-da. Bitta muammoni ham u tomondan yechsangiz ham, bu tomondan ishlasangiz ham baribir bir xil solutionga olib boradi. Xo'p, endi mana shu speakingga o'tadigan bo'lsak, shu oxirgi section. Men esimda, misol uchun qanaqadir ma'noda o'sha bir payti o'zimiz ham tushunmay qolgandik, to'g'rimi? O'sha balingiz ozgina fluctuate qilgan edi. 8.5 bir 8 ga tushib qolganda, keyin 7.5 ga tushib qolganda, keyin shu 7.5 8 ga ko'tarilganda o'sha bunday yuradi. O'zimiz ham rosa tushunmaydik nimaga bunaqa bo'lyapti deb. Esingizda bo'lsa, o'sha bir o'tirib, gaplashib, biz bir marta ham mo'l qolgandim, to'g'rimi? O'sha sizdan. Va o'shanda keyin sizdan mo'l qolganimdan keyin o'sha boshqa odam bilan bir maslahatlashgandim, Eldor aka bilan. O'sha nimaga bunaqa bo'lyapti ekan deganimda, o'sha baribir Gulasal naturally o'sha speakingni o'rganganligi uchun, shu ko'proq o'sha natural bo'lganligi uchun qanaqadir ma'noda o'sha pronunciationda muammo bo'lishligi mumkin unda, chunki Amerikada har xil slangda gaplashishadi va o'sha slangni 2-3 martalab eshitganingizdan keyin o'sha bo'ldi, o'sha shunga o'tirib qolasiz.
o'sha o'zgartirish qanaqadir ma'noda qiyin bo'ladi. O'sha kimdir sizga 3 martalab "Yo'q, to'xta, bu noto'g'ri, bunaqa pronounce qilishing kerak" demaguncha shunaqa qilaverasiz-da. To'g'rimi? O'sha men ham shu narsani sezganman, ozgina pronunciation muammo bor deganini sizga ham aytgandim narsa bo'yicha. Keyin siz bilan anunda ishlagandik. Vocabulary ishlagandik. To'g'risi aytsam o'sha payt rosa o'zimdan xafa bo'lib ketdim o'shanda. Chunki vocabularyga ishladik, misol uchun ozgina to'g'rilashga harakat qildik, lekin o'shanda 8 chiqib qoldi. To'g'rimi? O'sha mazga maslahat berib, ana qilib bunaqa qilishingiz kerak, bunaqa qilishingiz kerak deganimdan keyin 8 chiqib qoldi. Keyin o'zimdan bir shubhalandim. Men noto'g'ri assessment qildimmi? Men noto'g'ri suggestion berdimmi? Yo, nima bo'ldi ekan? Chunki siz menga o'sha imtihonga kirib chiqqaningiz ekan aytgandingiz, shu vocabularyga fokus berdim, ishlatdim, yaxshi bo'ldi deganingizda keyin bar 8 chiqib qolganda o'sha o'zimdan shubhalanishni boshladim. Noto'g'ri maslahat berdimmikan degan ma'noda. O'sha IELTS speaking journeys qanaqa bo'lgan edi o'zi sizda? O'sha o'tirib, misol uchun deylik bir tayyorgarchilik, o'sha ana bo'ladi-ku, ko'pchilik speaking appni oladi, savoliga javob berib chiqaveradi. O'tirib, kerak bo'lsa o'ziga o'zi, yoki partneri bilan, misol uchun. Sizda shunaqa bo'lganmi yo bo'lmaganmi? Endi bu savolning javobini menimcha tomoshabinlarimiz o'zi ham taxmin qilishsa bo'ladi. Hech umrida writing yozmagan odam speakingga shug'ullanarmidi degan. Albatta shug'ullanmaganman speakingga ham. Shu bu yoqdan Amerikadan o'rgangan narsalarim bo'lgan endi. O'sha siz bilan shu vocabulary ustida ishlaganmiz, lekin men unda sizni aybingiz bor deb o'ylamayman, to'g'risi. Endi sizni oldingizda turganim uchun aytmayapman buni. Unaqa emas, chunki o'sha vaqtida to'g'ri vocabulary yaxshi ishlatgan bo'lishim mumkin, lekin performance wise yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman. Chunki uxlab qoldim imtihonga, to'g'risi. Zo'rg'a ulgurib bordim. Chunki zo'rg'a ulgurib bordimda, keyin shoshib anaqa bo'lgandek, tez gapirib tezroq tugasa edi deb gapirdim-da o'zim ham. Shu keyingisida baribir 8,5 chiqdi-ku, bo'lmasa keyingisida ham o'sha undan ham ko'proq vocabulary yodladim. Keyingisi 8,5 bo'lish uchun. Undan ham ko'proq vocabulary yodladim. Boya siz tashlab bergan fayllarni yana bir marta ko'rib chiqdim. Yana bir marta u vaqtlari faqat part 1 bilan part 2 ni ko'rgandim ham. Bu safar part 3 ga ham ko'proq urg'u berib, part 3 larni ham ko'rib chiqdim. Keyin mana shu 8,5 bo'ldi-da. O'zi mana shu birinchi 2023-yilda topshirganimda ham IELTS balim 8,5 edi anaqa speakingim. Orada o'sha fluctuate bo'ldi. Endi bilmadim. Balki bir bilimim tushib oshib chiqqandir, lekin balki o'sha performance jihatdan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha speaking uchun endi shaxsan o'zimga yordam bergan narsa bu vocabularyni oshirish. Keyin o'sha pronunciationda ham qiladigan small mistake'larni to'g'rilash kerak. Shu small deyman, lekin o'zi katta rol o'ynaydi. Katta rol o'ynaydi. Boya case bilan case'ni masalan shunga o'xshagan so'zlar. O'sha bitta so'z kerak bo'lsa pronunciationingizni 9 dan 8 ga yoki 8 dan 7 ga ham tushirib qo'yishligi mumkin. O'sha. U bunaqa narsada o'sha sizga ham aytgandim o'shanda, pronunciation juda oson yo'l bilan 9 ga chiqarsangiz bo'ladi, lekin juda oson yo'l bilan 9 dan tushirib olsangiz ham bo'ladi. Shunaqa bitta xato qildingiz. Bitta xato 2 marta qaytardingiz, 3 marta qaytardingiz bo'ldi. O'sha 9 emas bu aniq. Va o'zimda ham misol uchun deylik o'sha birinchi 8,5 olganimda shunaqa bo'lgan edi. Breakdownga topshirgandim. Siz topshirmagansiz haligacha ham. Haligacha aytgancha esimdan chiqib ketdi. Xo'p, o'shanda breakdown topshirganimda chiqqanida 9 8 chiqib qolgan edi. Eng qiziq 8 ham o'sha pronunciation bo'lganda. O'shanda endi o'zimga o'zim men o'ylagandimki 8,5 chiqqaniga balki fluencyga ta'sir qilgan, fluency 8 chiqib qolgan bo'lishligi mumkin, chunki part 2 da ozgina qotib qolib, turib keyin yana gapirib ketganman-da. O'ylagan fluencyga ta'sir qilgan bo'lsa kerak desam, yo'q, pronunciation 8 chiqyapti. Pronunciation 8 chiqadi degan fikr ham yo'q edi. Keyin men ozgina o'tirib turib o'sha pronunciationda kriteriyasini ko'rib chiqqanimdan keyin haqiqatan bitta so'zni kerak bo'lsa 2 marta noto'g'ri pronounce qilib qo'ysangiz, уже bo'ldi. Avtomatik tushib ketib qolyapti 8 ga. Va o'sha siz bilan masalan o'sha nimaga bu qiyin aynan pronunciationda aynan so'zdan to'g'ri pronounce qilib turib o'sha 9 ushlab turish, chunki bilamizki qancha so'zdan noto'g'ri pronounce qilishligimizni. Shunaqa. To'g'rimi? O'sha qancha so'z bilasiz va uni ustiga nima desam ekan, u so'zni qaytadan ishlataverasiz, hech kim sizni to'g'rilamaydi deylik. Mana ishda yuribmiz, to'g'rimi? Bizda kim to'g'rilashi mumkin pronunciation? Bitta odam bor xolos. O'sha Eldorjon Muxtorovda ana bo'ladiki, nitpicking qiladi hamma joyda. Ana qilib. Bitta narsa, men to'g'ri aytsam bir xilda qo'rqaman oldinda gapirgan ingliz tilida. Ana men ataylab xato gapiraman, asabiy chiqsin deb. O'sha misol uchun bizda deyarli hech kim sizni to'g'rilamaydi-da. Misol uchun meni ham hech kim to'g'rilamaydi. To'g'rilaydigan odam o'sha faqat Eldoraki, bir xillarda o'sha Akbar misol uchun. Men sani aytib qo'yib qo'ysam, u ham ana stalkerga o'xshab turib poylab o'tiradi. Shu bitta xato qilib qo'ysa shu tiqaman o'sha yerda. Yes. Shu narsasi qiyin deb o'ylayman-da pronunciationda. Chunki siz so'zlarni o'rganayotganingizda
biz bilmaysizku, misol uchun deylik, to'g'ri pronounce qilib o'rganganmisiz yo noto'g'ri pronounce qilib o'rganganmisiz. O'zimda kerak bo'lsa bir marta shunaqa narsa bo'lganda, biz workshop qilgandik 3 kishi. Men Javohir Isajonov keyin anaqa Asilbek Yusuf qilganimizda speaking masalasi bo'yicha videoga olishgan ekan, keyin videoni gruppaga tashlashgan edi. Videoga gruppaga tashlashgandan keyin menga Begizlik yozyapti. Ikkita rasm tashlagandi. Bittasida xullas ayiq bor. Ikkinchisida xullas ayiq va xullas endi qo'pol qilib aytganda pivani anaqasini qo'yib qo'ygandilar. Keyin bu yerda o'sha xuddi shunaqa boshqachasi bor edi. Keyin men bunday qarayapmanda, nima uchun tashlabdi ekan deyapmanda. Keyin bunday qarab turib, qaysi biri qanaqa pronounce qiladi deb mendan Begizga so'rayapti. Keyin men aytdim, bu bunaqa. Eng qizig'i Begizga aytishdan oldin o'zim kirib turib tekshirib oldim-da. Tekshirib keyin Begizga jo'natdim. Ani uyalib qolmaydi. Endi tashlagandan keyin desam, keyin menga video tashlayapti. Uni orqasidan aytdim. Bunday videomda qarayapman, men o'sha xullas beer bor, bear bor. Men o'sha bear in mind derdim ekan har doim. Bear in mind, u bear in mind bo'ladi deb menga tushuntirgan o'sha narsani. Endi bu nima demoqchimanki, sizni oldingizda o'shaqa odam bo'lmaydigan bo'lsa, pronunciation'ni to'g'rilash juda qiyin-da. Juda qiyin. Uni ustiga 1000 yil ustoz bilan ishlaydigan bo'lsangiz ham, ustoz ham hammasini ham bilmaydi-ku. Masalan, balkim o'sha siz noto'g'ri pronounce qilayotgan so'zni ustoz ham noto'g'ri pronounce qilardir. Bunaqa bo'lishi ham mumkin-da. O'sha mana shu narsa bo'yicha nima deysiz mana? Qanaqa qilib chunki pronunciation o'sha aytganimizdek eng oson ko'tarishga va eng misol uchun oson tushirib yuborishga. O'sha qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Chunki menda ham shunaqa muammo bor edi va sizda ham shunaqa muammo bor edi. O'sha nima qilsak bo'ladi va xuddi shunaqa o'quvchilarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'zi mana shu birinchi 2023-yil Amerikadan kelganimda ham 8,5 chiqqan speaking degandim-ku. Nima deydi? Speaking o'zi overall 8 bo'lsa ham 8,5 chiqqan desam. O'sha vaqtlar to'g'risi pronunciationga umuman urg'u bermasdim. Nima uchun bunaqa? Chunki Amerikada vaqtimda birinchi borganimda rosa ko'p o'z ingliz tilim yaxshi bo'lgan, lekin pronunciation xatolarim bo'lavergan baribir. Keyin o'sha amerikalik oila yoki o'rtoqlarim, amerikalik oila mana bu general Englishdagi pronunciationlarimni to'g'rilasa, Amerikadagi o'rtoqlarim meni o'zini shivasiga o'tkazmoqchi bo'laveradi. Masalan, ularda Rochester shiva bor edi, mana bu nasal sound bo'ladi. Rochester demasdan Rochester deysiz yoki Apple demasdan Apple deysiz, shunga o'xshagan narsalar. Mana shunga o'tkazmoqchi bo'ladi. Bizga o'xshab zo'r gapirasan deb, endi men teenager bo'lganman, cool bo'laman deb. Anaqa o'shaning uchun pronunciationni buzib gapirardim yoki atayin cool bo'lish uchun u yoqda. Endi keyin bu yoqqa kelgandan keyin umuman e'tibor bermadim. Pronunciationga menimcha o'sha vaqtlari unchalik influence qilmadi skorimni. Keyinchalik bu narsa kichkina bo'lib kattarib ketdi-da. Pronunciationda oddiy so'zlarni ham to'g'ri talaffuz qila olmaydigan bo'lib qoldim. Bilmadim endi buni ustida qanaqa ishladim, uncha ishlamadim senda. Yo'q, hozir kesib tashlab ishladim, qattiq ishladim. Anaqa o'sha nima deydi, ko'proq sitcomlar ko'rish boshladim keyin men bu oldin o'sha Amerikada yurgan bo'lsam, endi Amerikada emasman-ku. Keyin o'sha yomonlashib ketdi orada. O'shaning uchun o'zimni Amerika atmosferasiga kiritish uchun Eldorjon Muxtorov menga aytdi, Parks and Recreation degan sitcom bor, xuddi Friendsga o'xshaydi. Agar Friendsdan tired bo'lib ketgan bo'lsangiz, o'sha Parks and Recreationni ko'rdida, pronunciation uchun emas, o'shandagi April Ludgatemi degan bitta qiz xarakteri bir xil ikkovlayladida. O'shanga qiziqib ko'rdim. Keyin ko'rsam rostdan ham bir xil aytamiz. Keyin yoqib qoldi. Chunki xuddi o'zimni ko'rayotgandek bo'ldimda. Keyin o'zim haqimdagi sitcomni ko'rdim, shu bilan pronunciationim yuqorilashdi. Shu baridan ko'proq eshitib, chunki o'sha eshitsangiz, misol uchun speaking qiladigan bo'lsangiz, o'sha qanday eshitgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa tanaffus qilib turib uni qilishga harakat qilarkansiz. Lekin bu yerda baribir o'ylashim o'sha oddiy metodikalar, bular ko'pchilik biladi. Endi просто aytib o'tib ketamiz. O'sha shadowing, o'sha qaytarish zo'r narsa. Misol uchun o'zim qilganman. Keyin qanaqadir ma'noda speed reading ham kerakmi deyman-da, o'sha tez o'qish. Chunki ko'pchilik o'quvchilarga tavsiya beraman. Nimaga? Chunki siz tez o'qolmasiz, qanaqa tez gapirasiz. Yana ovoz chiqarib o'qish. Ovoz chiqarib, albatta, ovoz chiqarib. O'sha oddiy metodikalarni qo'llaydigan bo'lsanglar, speakingni xudo xolisa yaxshilanadi va hozirgi paytda o'sha 6-5,5 tiqilib qolgan bo'lsangiz, qotib qolgan bo'lsangiz, shu narsalarni follow qiladigan bo'lsangiz, biroz ko'proq gapirsangiz va ingliz tiliga ko'proq exposure bo'ladigan bo'lsangizda, bemalol o'sha 7+ olsangiz bo'ladi, to'g'rimi?
hech qanaqa sekretlar yo'q. Biz ko'proq ishlash kerak, ko'proq ingliz tili atrofida o'sha aytganingizdek Amerikadan kelganimdan keyin o'sha environmentni o'zim uchun create qildim va shu sababli qanaqadir ma'noda yaxshilandi ingliz tilim deganingizdek, xuddi shunaqa bu yoqdagi o'sha environmentni o'zingiz create qilasiz ingliz tili environmentini va xudo xolisa balangiz ham yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Umid qilamiz albatta. Misol endi o'sha hozir gaplashadish haqida ichingizda qanaqadir gaplar bor bo'ladigan bo'lsa aytib o'tgansiz bo'ladi. Albatta, bu kunlarni qancha vaqt kutdimsanda. Birinchidan, xullas, birinchidan mana shu 9 olishimga yordam bergan hammaga rahmat aytaman. Va mana shu buni hamma intervyuimda deyarli takrorlayman. O'sha yoshligimizdan bizga e'tibor bergan ota-onamga birinchi o'rinda rahmat. Ikkinchidan, ba'zida buni takrorlash esimdan chiqib ketadi. O'sha grandparentlarimning ham o'rni rosa ham katta, chunki to'g'ri ba'zida ular mana bu traditional viewdan qarab qarshiliklar qilishgan bo'lgan, lekin baribir o'sha ota-onamni ham ustidan turib yo masalan o'qitish kerak yoki bo'lmasa bunaqa qilish kerak deb baribir motivatsiya berib turadigani ham o'shalarda. Masalan, juda ko'p ishlarimni o'zim uchun emas, o'sha ota-onani yoki bo'lmasa ayniqsa o'sha grandparentlarimni ham nima deydi, faxrlantirish uchun qilganman ko'p narsani. Masalan, o'zim qilish xohlamasam ham ular majburlashgan, qilasan deb shu vaqtda zo'r bo'lgan, lekin anaqa foyda bergan. Shunga ham birinchi o'rinda minnatdorchiligimni bildiraman. Keyin albatta hammaning ham ustozlari bo'ladi. Mening ham ustozlarim bo'lgan. O'zbekistonda, Amerikadagi ustozlarim hammasining o'rni bor va bularga qancha rahmat aytsam ham baribir kam bo'ladi. Baribir ustoz bo'lish kerak odamda. Va undan keyin mana shu aynan 9 olish haqida gaplashdik. Endi boshqa narsalar haqida emas. Mana shu Ailston jamoasiga ham katta rahmatlar aytaman. Nima deydi? O'sha birinchi asoschimizdan boshlasak, Bezat Mirahmedov ham har doim push qilib turdilar. Mani anaqa 9 olishga yana va yana qayta topshirishga shunaqa qilib push qilganlar uchun rahmat. Ularni ustoz deb bilaman. Masalan, ustozingiz qancha urishsa ham shuncha yaxshi-yu. O'shaning uchun menimcha butun umr qarzdor bo'lib qolaman. O'sha bergan feedbacklari uchun, o'sha motivatsiya berib, yo'q qilishingiz kerak, mana o'zi atigi ikkitagina ayol bor, shunaqa qilgan, siz eng kichkinasiz bo'lasiz, zo'r bo'ladi va qilaylik deb o'sha boya aytib o'tganim 9 olish halimda ham yo'qdi. 9 menga nima kerak deb yurardim. O'sha Bezat aka mana shu sizni maqsadingiz deb majburlagandan keyin ham bo'lgan. Lekin bu yaxshilikka bo'lganda. Masalan, hammada ham majburlaydigan narsa bo'lishi kerak. Ishxonada yaxshi atmosfera yaratib bergan hammaga rahmat. Mana shu 9 olishimda ham katta nima deydi, emotsional darajada nima deydi, tomondan support bergan, yordam berganlarga ham rahmat va butun umr unutmayman va bu narsani va xullas hammaga omad tilayman. Kimdir 7 olmoqchidir, kimdir 8 olmoqchidir. Ailstonga kelinglar, bizning kurslarimizda qatnashinglar. Agar kursimizda qatnashmoqchi bo'lmasangiz, shunchaki tashrif buyuring, say hi to us, hamda koridorlarda ko'rsangiz salom bering, keyin tanishing biz bilan. Va sizlarni har doim Ailstonda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa keyingi podkastlarimizda kutib qolamiz sizlarni va izohlarda nimani aynan yana shu qanaqa masala bo'yicha qanaqa savollar bo'ladi, shu Mizgula Sara bilan bir o'tirib turib yana podkast olib o'sha muammolarga yechim topishga harakat qilamiz. Sizlarning ishinglar faqat o'sha izohda savollar qoldirib qo'yish va esingizdan chiqmang, like bosish va bu videoni agar sizga yoqqan bo'lsa, yoqqan degan umiddamiz, o'rtoqlaringiz bilan ulashib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.